Mana parallelniy parkovka mashig'i, rullar to'liq o'ngga buralgan holatda kelasizlar. Birinchi oq chiziqqa yetmasdan to'xtaymiz. Keling. Bo'ldi. Rollarni ikkita qaytaramiz. Mana rollarni ikkita qaytarganingizda chap orqa g'ildirak keladi chiziqqa. Bo'ldi. Yana ozgina yurib olingchi oq chiziqqa. Bo'ldi. Ana endi rollarni to'liq burab oling chapga. E'tibor bering, chapga burab oldilar. Endi o'ng tomonga qarab sekin yuramiz. Keling. Yuring. Bo'ldi, stop. Zo'r. Mana shu holatda chiqib ketamiz, rolni qaytarmaymiz. Ikkitasi ham bosdi. Shu holatda svetoforga qarab chiqib ketasizlar. Svetofor mana migayishi o'zi. To'xtaysiz migayishida. Shu svetofor migayishi. Keyin mana shu holat ham noto'g'ri. Rolni qaytarib oling. Yana bitta, ana shunday to'g'ri tursin. Sababi birdaniga yurganda mana yondagi chizig'i bosib qo'yasiz. Siz nazorat chizig'ini bosdingiz 100 ball deyishi mumkin. Shu xatolarni qilmaslik kerak.